Zolotay koronadan qarzim bor. Foizlari juda ham ko'payib ketdi. Bularni kamaytirsa bo'ladimi yoki bo'lmasam foizlarsiz qarzni o'zini to'lasa bo'ladimi degan savollarga ushbu videorolikda batafsil javob beraman. Sizlar bilan Abubakir Safayev. Rossiya Federatsiyasining 353-sonli federal qonuniga asoslangan holda fikr yuritadigan bo'lsak, mikrozayimlarning bir kunlik stavkasi 0,8% ni tashkil qiladi. Bu qonun bilan belgilab qo'yilgan va Bank Rossiya buni juda ham qattiq nazorat qiladi. Faqatgina bir nyuanslari mavjud. Agarda shartnoma 12 oydan ko'proq muddatga belgilangan bo'lsa, ya'ni imzolangan bo'lsa, ushbu holatlarda bunday stavkalar, bunday qonunlar qo'llanilmaydi. Chunki shartnomada 12 oygacha bo'lgan muddatdagi mikrozayimlarga shu 0,8% qo'llaniladi. Bu degani agarda 100 ming rubl olgan bo'lsangiz, maksimum 230 ming rubl qilib qaytarasiz. Bu 230 mingdan o'tib ketmasligi kerak degan narsa. Agarda 12 oydan ko'proq, 13 oy yoki bo'lmasam 20 oy yoki bo'lmasam 36 oyga belgilangan bo'lsa, 0,8%lar qo'llanilmaydi. Shu sababli sizning qarzingizning foizi juda ham ko'payib ketaveradi. Agarda sizning shartnomangiz 12 oydan kamroq, lekin общий summa olganda 130% dan ko'payib ketgan bo'lsa, sudga murojaat qilib, bu qarzlarni qonuniylashtirib, belgilangan summani to'lashingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Abubakir Safayev. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolardim.